salom salovatlarimiz bo'lsin. Allohim bizlarni mana shu kelayotgan Ramazon oyini barcha mo'min musulmonlarga Alloh taolo o'zing muborak qilgin. Alloh taolo ushbu oyda barakotidan barcha musulmonlarga Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilgin. Xosatan shu joyda xizmat qilayotgan mana shu jamoatda Alloh taolo o'zing qalbidagi shar'iy maqsadlarni o'zing hosil qilgin. Gunohlarini mag'firat qilgin. Xonadonlarini Alloh taolo o'zing barakotlarga ko'mdirgin. Parvardigora bularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda peshqadamlardan birinchilardan bo'lib jannatlarga kirishligini Alloh o'zing nasib aylagin. Alloh taolo bularni qilayotgan amallardan o'zing rozi bo'lgin va umrini oxirigacha mana shu islom diniga xizmat qiladigan insonlardan bo'lib o'tishligini Allohim o'zing nasib aylagin. Hurmatli tinglovchilar, Ramazoni Karim samolyoti yetib keldi. Bu reys yilda bir marta keladi. Kema kapitani Qur'oni Karim. Reys raqami hijriy 1442-yil. Reys masofasi 29-30 kun. Uchish muddati kuniga 15-16 soat. Yo'lovchilarimizdan iymon va taqvo kamarini bog'lab olishlarini iltimos qilamiz. كل القلوب إلى الحبيب تميل